Do'stlar, bu videoni ko'ringlar hozir. bilan buni 2 soat ichida qila olasiz. Alhamdulillah. Mening ismim Nilufar. O'zbekistondagi eng yirik investitsiya kompaniyasining bosh menejeri bo'lib ishlayman. Biz har bir kishi kafolatlangan tizimni ishlab chiqdik va hamma uchun eshiklarni ochdik. Odamlar men haqimda shunday deyishadi. Nilufar menga qarz olganimda yordam berdi. Katta rahmat. Nilufar kanali tufayli oilamga yordam bera oldim. Rahmat. Nilufar, katta rahmat. Siz mening hayotimni o'zgartirdingiz. Noyob loyihada ishtirok etish imkoniyatini qo'ldan boy ber. Do'stlar, sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Kechagina trading degan bir sohani bir ko'rib qoldim. Meni videolarim tarqalib ketgan ekan. Sizlardan iltimos, bunga ishonmanglar umuman. Mashinlik, to'g'risi men bir marta tushganman. Shundan keyin umuman qaytmana qo'ya qo'yaman. Pullarini yutqazib qo'yasizlar. Vahshiy aralashmanglar. Bu videoni ko'rib, videoni ko'rganlardan keyin menga kommentariyga yozsalaringiz, men o'zim javobini aytaman. Ko'rdilaringmi? Bunga ishonmanglar umuman. Bu mashinlik, to'g'risi. Bular meni ovozimni yozib olib, umuman meni ovozimni eshitsalaring, umuman boshqa ovoz. To'g'risi bular meni ovozimni, meni videomni tushirib olganda ovoz umuman boshqacha, umuman gapirgan boshqa haqida. Men o'z boshqa haqida gapirganman. Bular noto'g'ri gapirgan. Umuman ishonmanglar bunga. To'g'risi kuyib qolasizlar. O'shaning uchun bir yaxshi deb eshitib ko'ring. Meni ovozim bilan uni ovozini ajrata oladigan odam sirasi biladi bu. Men o'z YouTube'ga videolar qo'yib turaman. O'shaning uchun men videomni shunday olgandagin shunday qo'yib yuborgan. O'shaning uchun umuman ishonmanglar. Bu mashinalik bu hammasi. Sog' bo'lasizlar. Do'stlar, sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Kechagina trading degan bir sohani bir ko'rib qoldim. Meni videolarim tarqalib ketgan ekan. Sizlardan iltimos, bunga ishonmanglar umuman. Mashinlik, to'g'risi men bir marta tushganman. Shundan keyin umuman qaytmana qo'ya qo'yaman. Pullarini yutqazib qo'yasizlar. Vahshiy aralashmanglar. Bu videoni ko'rib, videoni ko'rganlardan keyin menga kommentariyga yozsalaringiz, men o'zim javobini aytaman sizlarga. Sog' bo'lasizlar.